Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tushimsizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, Polshada 4-haftam, bilasizlar, eslinglarda bo'lsa, men stroykada ish boshlaganman. Stroykadan ketdim, boshqa ishga o'tdim. Video oxirigacha ko'rsalaring, Polshada 1 oyim qanday o'tganini, dokumentatsiyam, kvartiram, Varshavaga kelishim, polni hamma yo'q haqida sizlar bilan bugun gaplashamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'p akalar, bilasizlar, birinchi kelganimda qurilish sohasiga kelganman. Ko'pchilik Abdusamad qurilishda nima qilasiz, bu dastavka bo'lmasa taksiga chiqing deyishganda, lekin menda qanaqa nima desam bo'ladi, tanish bo'lgan, lekin ularga aloqaga chiqmaganman. Sababi o'sha menda sel bo'lgan, ya'ni qurilishni o'rganaman. Xo'p, 3 hafta yurdim. 3 haftadan ko'proq qo'limdan ancha-muncha narsa kelib qoldi, ya'ni imенно shkatulka tarafdan. Hayotim davomida to'g'risi bunaqa shkatulka qilmaganman, qurilish sohasida bunaqa ko'p ishlamaganman. Raznorobochiy bo'lib ishlagan bo'lishim mumkin. Bu ham 1 oydan ko'p ishlamaganman. Bunda ham shunaqa bo'ldi, lekin bunda ancha-muncha fiziki qiynalindi, ya'ni jonni qiynadi va ancha-muncha hunar o'rganib oldim o'zim uchun. Menga 3 hafta ichida o'sha usta bo'lib chiqarishda boshqa kvartiraga o'tgan joyimizda, ya'ni rabotadaychilar bilan meni ustam chiqisholmay qolib, ular xohlasang ishlaydigandek qilgandan keyin biz Varshavaga yuraverdik, ya'ni sostav bilan. Sostavda 5 kishi edi, 2 kishi mashinada keldi, 3 kishi poyezdda keldik. Endi Varshavaga kelgandan keyin 2 kun o'tdi, nima qilishdi ular bilishadi, ular ish ko'rishyapti, aqabaqa borishyapti. 2 kunda natija bo'lmadi. 3-kun ham 50-50 bo'lib turgan joyda keyin men o'sha tanishlarga chiqdim. Что men kelganman, shunaqa desam imkoniyati bor deyishdi. Ya'ni pravani zaminga qilsa bo'ladi deyishdi. Borib gaplashdik. Pravani zaminga topshirib qo'yganman. Xudo xolasa bu taksiga chiqilinadi. U ham qanchadir srokdan keyin, ya'ni 1 oycha vaqt ketadi pravamni olgunimgacha. Men ham qo'yib boraman. Ya'ni dastavkada ham qanday ishlasa bo'ladi. No, Rossiya bilan почти bir xil, lekin pulida, senalarda har xillik bor. Bitta nima desam bo'ladi. Дорожное движение jicha o'ziga xos ekan. Uni ham xudo xolasa videolar davomida polni aytib o'tib ketaman. Xullas shunaqa akalar, Varshavaga keldim. Kelib shu taksi dastavka temasiga qiziqildi. Xudo xolasa endi dushanbadan bugun bozor, ertadan xudo xolasa dastavkani sizlarga ko'rsatib boraman. U men bilan kelgan 4 usta nima bo'ldi deydigan bo'lsalar, ular o'zi normal firma topishdi. O'sha firma bilan ishni boshlashdi. Men ba'da mashina olib, xudo xolasa ertadan ishlarimni boshlayman. Ular shunaqa akalar, endi Varshavada kvartiralar. Xo'p, men o'sha tanishlar yoniga kelganim uchun menga unaqa qiyin bo'lgani yo'q, hech narsadan qiynalganim yo'q. Na mashina topishi bo'yicha, partnyor topishi bo'yicha, dokumentatsiya sohasiga ham juda mashitda yurgan, 3-4 yildan beri yurgan odamning yoniga kelganman. O'shaning uchun unaqa qiyinchilik bo'lmadi. Xo'p akalar, dokumentatsiya sohasi nima bo'ladi desam, deyishinglar mumkin. Dokumentim Lodz shahriga, ya'ni Varshavadan 150 kilometr uzoq bo'lgan joyga topshirganim uchun hozirda paka baddan boshqa yurist topib, ya'ni ofitsial ishga kirganimdan keyin boshqa yuristga perevod qildirib yuboraman. Shunaqa narsasi bor ekan. Bu yaxshiligiga, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga ketayotgan joyda dokumentlaringizni yurist o'ziga olib olish anaqasi bor ekan, xullas imkoniyati bor ekan. O'shaning uchun dokumentatsiya sohasi xudo xolasa problema bo'lmaydi. Karta pobita bemalol topshiriladi. Ishim ketyapti, xudo xolasa nima desam bo'ladi. Faqat jicha ko'proq rasxod ketadi, ya'ni finansiy tarafdan. O'shaning uchun hech qanaqangi xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Endi shunaqa akalar, agarda birinchi odam kelayotgan bo'lsa, shu narsani hisobidan olinglar. Что hozir ko'pchilik ishxona tomonidan olaman deb, ya'ni meni boshimdan o'tgan narsa ishxona tomonidan olaman deb ishxonaga tobe bo'lib qolish anaqasi ko'p ekan. Ya'ni ishxona nima desa, xolaganimni qildiraman, yo bo'lmasa o'zini uslovlarini qo'yadi, baribir bu ketolmaydi. Kartasini olib bermasam, mensiz ishi bitmaydi deb turib, короче, починяtsiya qilishga to'g'ri kelib qolar ekan. O'shaning uchun Varshavaga ham qayerga borishingizdan qat'iy nazar, Polshani qaysi joyga borishingizdan qat'iy nazar, lichniy, ya'ni o'zi qilib beradigan ko'chadan ish bitirganingiz yaxshi, ishxonani aralashtirmasdan. Shu narsani e'tiborlaringga olishlaringni so'rab qolgan bo'lardim. Atak xudo xolasa menda ham hamma yo'q, yaxshi. Faqat juda ko'proq rasxod qilinadi, ya'ni $300 ko'proq boshqa yuristga pul beriladi. Shunaqa gaplar akalar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa bundan bag'a zo'r videolarda qo'yib boraman. Yana gaplashamiz. Sog' bo'lasizlar.